haq qo'sh. Do'stlarim, juda siqilib ketdingiz, aylanib kelamiz, deb tog'ga sudrashdi. Ancha paytgacha o'tgan ketgandan gaplashib o'tirdik. Qiziq, har gal bosh ustiga bosib tushgudek mag'rur qad kerib turgan tog'larni, ulkan novvot parchasidek qarrador qoyalarni ko'rganda hayot abadiy emasligini o'ylayman. Qorong'i osmonda yana ham qoraroq soyadek qilt etmay turgan bu qoyalar bizga o'xshaganlarning necha-nechasini ko'rdi ekan. Faqat ularning tili yo'q. Kechasi tunagan joyimiz sovuq edi. Anchagacha uxlay olmadim. Tashqarida teraklar shitirlaydi. Qayerdadir yaqin joyda daryo shovullaydi. Bir mahal qulog'imga dilni orziqtiruvchi mungli bir tovush chalindi. Haqqu, haqqu. Bir zum sukunat tushdi-da, ancha olisdan yana o'sha tovush takrorlandi. Haqqu, haqqu. Bola edim, go'dak edim. Onam aka-ukalar haqida g'alati bir cho'pchak aytib bergan edi. Emishki, bir zamonlar ikki aka-uka yashagan ekan. Birining oti Ilhaq, ikkinchisiniki Ishoq ekan. Ikkalasi bir-birini ko'rarga ko'zi yo'q, juda noahil ekan. Ularning ko'nglini olaman deb ikki o'rtada onalari adoyi tamom bo'pti. Shunda Qodir Xudoning qahri kelibdi-yu, ikkovining ham ko'zini ko'r qilib qushga aylantirib qo'yibdi. Shundagina aka-uka bir-birini ko'rmasa tura olmasligini, bir-biriga kerakligini tushunibdi. O'shandan beri ikkalasi kechalari bo'zlab bir-birini chaqirib chiqarmish-u, topolmas emish. Tashqarida hamon terak barglari shitirlaydi, daryo shovullaydi. Mana shu shovullagan sukunat ichida dilni titratadigan iztirobli nido yangraydi. Ilhaq, Ishoq. Bechora onam, o'sha iztirobli afsonani aytayotganingda inidan mo'ralagan qaldirg'och bolasidek ko'rpadan bosh chiqarib yotgan 5 bolang bir-biri bilan inoq bo'lishini shunchalik xohlaganmiding? Onalar farzandlari hamisha birga bo'lishni istaydilar. Qismat esa ularni qanot chiqarishi bilan har yoqqa uchirib ketadi. Hayot loaqal shu masalada ham onalarga shafqat qilmaydi.